Assalomu alaykum ustozlar. Bizning kanalimiz tomonidan yaratilgan testlarni onlayn test platformasida ishlashda turli reklamalar chiqib, test ishlovchilarga xalaqit chalg'itayotgan ekan. Shu reklamalarni olib tashlash yo'llarini ko'rsatib beramiz. Buning uchun Chrome brauzeriga kirib, Chrome brauzerida mana o'ng tomon yuqori burchakdagi 3 nuqtani bosamiz. Bundan расширение bo'limini tanlab, управление расширениемni tanlaymiz. Bu yerdan chap tomon o'rtada turgan internet magazini Chrome'ni tanlab, qidiruvga Edgeworld deb yozamiz. Birinchi chiqqan mana Edgeworld anti-bannerni tanlab yuklab olamiz. Установить расширениeni bosamiz. Yuklab olish boshlandi. Bu yuklab olguncha bizni kanalimiz tomonidan 25-26 o'quv yilida asosiy olimpiada tuman bosqichi testlari onlayn test platformasiga joylab, testni ishlash uchun tayyor holatga keltirildi. 9-10-11 sinflar barchasini joylab chiqqanmiz. Burada ko'rib o'tishingiz mumkin. Kunlik testlar ham berib borilyapti. Mana bu yerda tuzilgan testlarimiz. Shu bilan birga informatika fanidan 3 yil mobaynida attestatsiya jarayonlarida tushgan testlarni mavzularga bo'lib, fayl qilib joylab kanalimizga joylaganmiz. Mana bu yerda tanlab olib hammasini ishlab ko'rishlaringiz mumkin. Nazariy testlar ham mana bu yerda sinflar kesimida joylab chiqilgan. Ulardan ham bemalol bepul foydalanish imkoniyati bor. Faylimiz yuklanibdi. Mana bu yerga kiramiz. Mana bu yerda yuklanib. Endi mana ko'rishimiz mumkin. Xohlagan testimizni tanlaymiz va kanaldan tanlashimiz ham mumkin. Mana bu yerda kanaldan tanlab kiradigan bo'lsak, hech qanday reklamalarsiz testlarni ishlash imkoniyati ochildi. Mana bu yerda testlarni ishlashimiz mumkin. Bizning kanalda bu yerda 30 ga yaqin bo'limlar bo'yicha testlar yaratilgan. Mana bu yerda hammasini shu kanalimiz orqali ishlab ko'rishingiz mumkin. Super informatika kanaliga a'zo bo'ling. Bundanda yaxshi yangiliklar sizni kutib qoladi.